Assalomu alaykum hurmatli bozorchi Buxoro kanali obunachilari. Biza bugun Jondor tumanida joylashgan 409-eshik va deraza romlar taxlab sotadigan do'konga kelganmiz. Buni lokatsiyasini ham sizga batafsil tushuntirib o'taman. Qarako'l trassasining ustida, Qarako'ldan Buxoro ketish yo'lida Jondor merodan 500 metr o'tgandan keyin mana shu joyga hamma sifatlisini S-Plast va Leader Plast romlaridan yasab beradi. Bozor bu yerdagi narxlar bilan biz qiziqib kelamiz. Bilasizlar, doim biz narxlarni aytib o'tamiz, o'z beramiz. Xo'p, hurmatli do'stlar, biz mana 409-magazin do'konini omborxonasida kirganmiz. Sizlarga ko'ryapsizlar qanchalar ko'p eshik borligini. Hozir mana akamizdan narxini so'raymiz. Nuqudin aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchsiz? Aha, 400 ming so'mdan narxlar boshlanadi. Mana bu high-tech variantlarimiz 380 mingdan boshlanadi. Xo'p, romlar eshiklarni, derazalarni ko'ryapmiz. Ularning narxi qancha? Ularning narxi razmerlarga bo'lib baholanadi. Razmerlarimiz masalan 1 dan to 150 gacha 450 ming so'mdan boshlanadi. 400. Bitta savol. Nima bonus aksiyalar qilyapsizlar? Xo'sh, akfa eshik derazalarimizga 10% skidka e'lon qilganmiz. Liboy qilib razmer. Liboy qilib razmeri nimasi yo'q. Qizig'i yo'q. 10% skidka e'lon qilganmiz. Undan tashqari ko'proq masalan 5-6 millionlik savdo bo'ladigan bo'lsa, o'sha klientlarimizga xohlasalar fortishga, xohlasalar setka bonus sifatida qilib beramiz. Mana tamom, mana bozorchi Buxoro kanali nomidan kelsalaringiz yana aksiya va skidkalar bo'ladi. Menga podpiska bo'linglar, yana shu nomerlarga telefon qilinglar, kelinglar, yana bonus sovg'alar olasizlar. Undan tashqari bu yerda usta xizmati, dastavka xizmatlari ham bor. Kelib, faqat pulni bersangiz bo'ldi. Hammasini o'zlari qilib tayyorlab beradi. Barchalaringizni Jondor tumanidagi 409-do'konga kutib qolamiz. Rahmat.